kim 100 marta Estağfirullahal azim allazi la ilaha illahu al hayyul qayyum va atubu ilayh desa demak o'sha odamni dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalom, gunohlari agar urushdan qochgan bo'lsa ham kechiriladi. Urushdan qochish, vatanning himoyasidan qochish eng katta gunohlardan hisoblanadi. U gunohni kechirilishi qiyin. Lekin mana shu narsani 100 marta ixlos bilan aytsa, o'sha gunohni ham kechirilishi bor ekan. Bu degani nima degani? Hay, tirik, qayyum, har bir narsani turuvchi qoyim zot bo'lgan ulug' Allohdan gunohimni kechirishini so'rayman va u zotga tavba qilaman degan gap.